Hammaga salom, sizlar bilan Big Games kanali. Biz bugun Roblox o'ynaymiz. Barridan qochish 2-qism. Biz o'tgan videodagi borib qolib ketgan joyimizga borib olib videoni davom etdim. Mana qolib ketgan joyimizga yetib kelib oldim. Endi davom etamiz. Mana shu yerda sakrash knopkasi ishlamay qolgandi, bug bo'lib, yo'q bo'lib qolgandi. O'shaning uchun qolib ketdik. Qanaqasiga? Oddiy joydan o'tolmayapmanmi? Men bu turbadan qanday qilib o'taman? Vobshe qiyin ekan. Oddiy Barri, militsioner Barridan qochish oson edi. Yo'q. Mana ko'rganlaringizdek tushib ketish. Vobshe gap emas-da bu yerda. O'taman. Mana tepada ekan. Endi bu knopkasi ishlamay qolibdimi deb qo'rqib ketdim-a. Uraman, o'ldiraman. Men urolmaysan. Qalqonim bor. Demanda qochaman. Chiq qolmayapti oddiy joydan. Personaj nima ichib olganmi? Davay. Yugur. Qochib tur, iltimos. Yo'q, yana tushib ketdim. Bunaqasi endi bilmadim. Shu yerdan o'tmagunimizcha video davom etaveradi. Agar o'chib qolmasa-da. Videoda maksimalga olish 10 minut men uchun. Chunki YouTube'da yangiman. Obunachilarim ko'payishi uchun podishka qilib tursanglar, videolarim uzun bo'ladi. Davay sakra. Yo'q. Necha marta shu yerdan tushib ketamiz? Shu lampa turbasi ingichka, lampadan sakrash qiyin ekan. To'xta. Ketib qolaveradi. Asabga tegib. Shu yerga kelgancha qancha asab bo'ldim. Bu hammasi sizlar uchun obunachilar. Obuna va like bosib qoldiringlar. Asab bo'lmasligim uchun. To'g'ri, asab bo'lganimga foyda bermaydi-yu. Kayfiyatim ko'tariladi, obunalarning ko'payganini ko'rsam. Iltimos obuna, like, kommentariya esdan chiqmasin demoqchi edim. Yana qolib ketmasak bo'lgani. Yana qolib ketsak bilmadim keyin. Nima qilamiz bu o'yin? Oddiy Barridan o'tamiz keyingi. Agar yana bu yerdan o'ta olmasam, videoni o'chirishga majburman. Chunki bu yerdan o'tish ilojsiz vobshe qaranglar. Mana shu yerda o'zida tushib ketdim. Hali ham pastga tushib ketmadim demoqchi edim. Mana boyagi joydan o'tib ham oldim. Nechadir ming urinishdan so'ng o'tib oldim amallab. Men bu yerda qandaydir bir jonzotlar, o'zga sayyoraliklar bor ekan. Uni o'ldirsangiz pul ber ekan. Hozir bittasini o'ldirdim, 25 tanga berdi. Ya'ni pul. Qarab turinglar. Mana tanga.
35, 40 bo'ldi, yaxshi. Mana o'ldirsak bo'ldi-ki. Mana bittada chaq. 55 bo'ldi, yaxshi. Tepaga ko'tariladi. Pastga? Tepaga ko'tarilamiz deb o'ylabman. Qani qayerga? Parkurmi yana? Eng yomon ko'rgan narsam parkur. Robloxda, Minecraftda parkurni yoqtiraman. Robloxda qiyin bo'ladi parkurlar. Ko'rdingizmi qiyinligini? Shunchaki o'ldirmaysiz. Davay, sakra. O'lin. Ko'rdingiz, вообще qiyin-da bu yerdan o'tish. Lekin men bu o'zga sevaraliklarni ana kartasini o'ynab ko'rmagandim oldin. Hozir, davay, ketdik. Yaxshi. Davay, davom etamiz. Shu yoqqa kelib tushib ketsaginni bilmadim yana. Davay. Shunaqasiga yuramiz biz, farqi yo'q. Yugur. Bittada o'lib ketdimmi? Qanaqasiga? Himoyalanib o'tish ilojoqmi? Yo'q. Pastga ketish kerak ekan. Hali ham sezib qoldim, bo'lmasa bo'ynaki parrakka kirmoqchi edim, men to'xtaydimi, to'xtamasdan orasidan o'tsa bo'ladimi deb. Yana bir boshdan boshlar ekanmiz keyin. Bir boshi ham uzoqda emas, lekin parralar orasidan o'tish salgina muammo ekanda. Endi nima qilishimiz kerak? Shu yerga turish kerak. Lazerdan qochish kerak bo'ldi, tushundim. Osonmi? Topshiriqlar. Biz qochdik. Ke bitta-bittaga hammangga. Hammangga javob. Yana yo'qqa chiqish kerakmi? Yo'q. Men qochdik deb xursand bo'libman mashina turganiga. Barrini o'zida, ya'ni militsioner Barrida. Urmoqchi edim. Ustimga tushib qoldi. O'ynani sindirdik. Mana bittada o'ldirishimiz kerak, jonimiz kam. Nima? Xo'p, bilan pul 150 tanga bo'ldi pulimiz. 155. O'ylaymanki, bundan yiqilib ketmayman. Bilib oldim. Точно tushdim joyiga. Davay ketdik. Videomiz 9 minutdan o'tmoqda. Ish qilib o'chib qolmasa bo'ldi. Yoki hozir videoni shu joyda tugataman. Xayr.